Biz qandaqlarcha naqshi usul millati atilib qoldik. 1980-yillarning boshlarida Uyg'urlarning tarixiy, madaniyati va ijtimoiy ahvoli haqida yozilgan maqola asarlarda Uyg'urlar umuman botur, emgakchan, aql farosatlik millat deb ta'riflanadi. Yaqinqi yillardan buyon yozilgan shu xildagi maqola asarlarda bo'lsa, Uyg'urlar naqshi usulga mahir millat deb ta'riflanadigan bo'ldi. Yaqinda Xinjiang Pedagogika Universitetining professori, falsafa fanlari doktori Yavvi xonimning bir yangi kitobini ko'rib qoldim. 2005-yili Xinjiang Xalq nashriyoti Xanzu tilida nashr qilgan bu kitobning nomi Xinjiangdagi oz sonliq millatlarning ijtimoiy psixikalik holati va milliy rayonlarning taraqqiyoti ustida tadqiqot bo'lib, mavzusining o'zida meni nihoyat qiziqtirdi. Doktor Yavvi xonim birinchi bobning 5-da Junxo millatlari cho'ng oilasida Uyg'urlar naqshi usul millati deb ta'riflanadi. Bu boshqa millatlarning Uyg'urlarga bergan bahosi va ular haqidagi tonishi deb yozgan edi. Men bu jumlani o'qib bir haza o'ylanib ketdim. Psixologiyadagi muhim uqum bo'lgan psixikalik holat kishilarning siyosiy, iqtisod, madaniyat va turmush qatorliq jihatlardagi pozitsiyasi, qimmat qarashi va intilishini o'z ichiga oladigan uqum ekanligi aniq. Bir millatning psixikalik holatini tashkil qiluvchi omillar, ya'ni pozitsiya, qimmat qarashi va intilish o'z navbatida shu millatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotining ishki omili va qo'zg'atquchisi bo'lib hal qilg'ush rol o'ynaydi. Mushu nuqtai nazar bilan qaraganda naqshi usul nag'ma navoni cho'ng biladigan milliy pozitsiyamiz, qimmat qarashimiz va intilishimiz jamiyatning ham iqtisodning taraqqiyotida qanchalik qo'zg'atquchlik rol o'ynay olishi mumkin. Iqtisod jamiyatning umurtqisi, iqtisodiy taraqqiyot asos deb tonilayotgan bugungi dunyoda bizning bu xil pozitsiyamiz, qimmat qarashimiz va intilishimiz millatimizning raqobatga to'lgan dunyoda mavjud bo'lib turishiga qanchalik quvvat bera, bilim egiligini belgi qilgan jamiyatda tegishlik izzat hurmatini tepishiga qanchalik aktiv ta'sir ko'rsatdi. Yavvi xonim kitobining 16-betida 467 Uyg'urni obyekt qilib, ularning o'z millatini qandoq alohidalikka ega deb taniydiganligini tekshirgan. Tekshirilguchilarning qatlami kadr, o'qituvchi, dehqon, ishchi va o'quvchilardan tarkib topgan. Tekshirishga boshlang'ich maktabdan oliy maktabgacha bo'lgan har darajalik maktablarning o'qituvchi va o'quvchilari qatnashgan. Tekshirilguchilardan tövandagi 14 tur bo'yicha o'z millatining alohidaligini ko'zitib beqish talab qilingan. Birinchi, do'stlikqa ahamiyat beradi. Ikkinchi, naqshi usulga mahir. Uchinchi, yumorliq. To'rtinchi, umidvor. Beshinchi, bekinma. Oltinchi, ochiq yo'riq. Yettinchi, umidsiz. Sakkizinchi, aqlliq. To'qqizinchi, astoydil. 10-chi, ichmijaz. 11-chi, ishchan. 12-chi, tuzko'ngil. 13-chi, botur. 14-chi, mard. Tekshirishni qabul qilgan 467 kishining 369 nafari Uyg'urlar naqshi usulga mahir deb ko'rsatgan. Bu ko'rsatilgan 14 turi ichida birinchi o'rinda turgan. Tarixda ot ustida quyundek chepib ketivetib, o'qni oldiga qandoq assa, orqasiga qaratibmi shundoq ustalik bilan etib, İskender Zulqarnayndek dunyoviy istilochini hayron qoldirib o'qyochi millat deb atalgan xalqimiz, Chingizxon va uning avlodlari zamonida turli soha bo'yicha yetilgan ixtisos egallarining ko'pligi bilan ma'rifatchi millat deb atalgan xalqimiz qandoqlarcha bugungi kunga kelganda naqshi usul millati atilib qoldi.
Nima sababdan bugungi kunda o'zimizmi mushu jihatdagi alohidaligimiz bilan maqtanadigan, boshqa millatlarmi bizni shundoq deb ta'riflaydigan bo'ldi. Albatta, har qanday ishning sababi bo'ladi. Cemiyetlashgan bir ijtimoiy hodisining sababini birla omilga bog'lab qo'yishdek mutlaqchilik sodir qilishdan saqlanish zarur. Millatimizni naqshi usul nag'mi navoga bog'lab maqtab uchirishimiz, boshqalarningmi bizni mushu jihatdan ta'riflashining turli konkret va murakkab sababi bor. Oldi bilan turmushimizda radio, televiziya qatorliq zamonaviy taratqular ve ünalgı, sinalgı, kompüter, VCD, MP3 qatorliq zamonaviy aparatlarning keng ko'lamda umumlashishi bir sabab. Radio stansiyaları bilan televiziya stansiyalarının bu jihatdagi xizmatni necha 10 yildan buyon eng yuksak o'ringa qo'yib olishi, atigandan kashkicha dunyoda nag'ma navo naqshi usuldan bo'lak ishlar yo'qdek shunila anglatish, shunila ko'rsatishga kutishi bir turlik sabab. Bozor egilikining naqshi usul nag'ma navo san'atiga keng ko'lamlik mahsulotlashish va bozorlashish fursati ato qilishi yana bir turlik sabab. Ro'shanki bu sabablarning hammasi tashqi sabab. Eng muhimi ishki sababdir. Rostini aytganda, xalqimizning san'at xumorligi, hissi xushalliqqa ziyoda intilishi, beg'am yengiltek pozitsiya ichida hayot kechirishi muhim sababdir. Shubhisizki bizning naqshi usul millati deb atilishimiz bilan nag'ma navoga ziyoda hirisman bo'lishdek milliy psixikamiz o'ng tanasibdir. Mushu kunlarda nag'ma navo naqshi usulga mastonilarcha intilish xalqimizning umumiy kayfiyatiga aylanib ketmagan bo'lsa-mu, ammo eng tüp, eng yetakchi xumor hissiyotiga aylanib bo'ldi deyishga bo'ladi. Mundaqcha aytganda 1980-yildan hisoblaganda 20-30 yildan buyon naqshi usul millatimizning o'zini ifoda qilishidagi muhim shakl bo'lib qoldi. Ilm, fan, e'tiqod va san'atning munosabatini to'g'ri bir taraf qilish jamiyatni sog'lom taraqqiyot yo'nalishiga ega qiladi, ham kishilarning ma'naviy tangpungliqini kafolatga ega qiladi. Afsuski bizning navbatdagi milliy hayotimizda nag'ma navoning sadosi hammani besib tushdi. Uyg'urlar tarixdan buyon naqshi usul nag'ma navo jihatda atrofidagi millatlarga nisbatan azaldan bir qadar ustun holatda bo'lib kelganligi rost. Ammo savdo tijoratni muhim o'ringa qo'yishni, ilm ma'rifatni cho'ng bilishni, hunar amgakni qo'ldan bermaslikni oldingi qatordagi ish hisoblagan. Oldi bilan mushularga intilgan, oldi bilan mushularga intilmay erishmay turib naqshi usul nag'ma navoga dum tushishni mas'uliyatsizlik, normalsizlik, o'yin qepalik deb hisoblagan. Amaliyotda bir millatning ijtimoiy hayotida naqshi usul nag'ma navoning ziyoda ustun o'ringa qo'yilishi ham hayron qolarlik darajada yamrab ketishi jamiyat psixologiyasi nuqtasidan aytganda bir turlik milliy tushkunlik deb qaraladi. Bu xil passiv psixikalik holatga mubtalo bo'lgan xalq, san'at xumor millat degandek qarmoq chiroyli anglanadigan so'zlar bilan suhbatlanishidan qat'iy nazar, mohiyatidan aytganda kasal psixikaga giribtor bo'lgan hisoblanadi. Bilish kerakki, bundoq nom atoqlar millatning umumiy qimmati bilan moslashmaydi, masxaralik tus ep qoladi. Buningdan 1000 yillar ilgari Uyg'urlar ot ustida davron surib, O'rta Osiyo etaklarida zo'r kuch bo'lib tanilib, qudratli xalqlarni qurgan. Madaniyat jihatda qarindosh millatlarga boshlamchi bo'lgan chaqlarda ularning naqshi usul nag'ma navolari qo'shni allarning havas bilan o'rganadigan ulgisiga aylangan, ham o'tgan kechgan sayohatchi sayyohlarning nazarida zo'r ortiqchilik hisoblangan. Ammo bugundan bir asr ilgari xalqimizning siyosiy, iqtisodiy, madaniy hayoti
va turmush saviyasi mislsiz töven holatga tushib qolganda, bu jihatdagi ortiqchiligimiz diyorimizga kelgan yot kishilarning ko'ziga sig'may qolgan. Masalan, 1906-yili 8-oyda Qashqarga ekspeditsiyachi salohiyatida kelgan Finlandiya qon sistemasidan bo'lgan Rossiyalik ofitser Manner Xeyim o'zining kundalik xotirasida Uyg'urlarning tabiati beko talab, kayf safo turmushga odatlangan, tayyor top kun-kunlab lag'aylab yuridi, ishlay demaydi. Bo'libmi qog'un pishqida ular to'plashib o'ltirishib, bir ikki qog'un tavuzni pichib dastiqonga qo'yib olib, atigandan tun yarimgacha to'xtamay nag'ma navo qilishidi deb xotirlagan. Buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, naqshi usul nag'ma navo millatning ijtimoiy ahvoliga, iqtisodiy quvvatiga beqib gohida yarashadi, gohida yarashmaydi. Bugungi sharoitimizda naqshi usul nag'ma navoga ziyoda herisman bo'lish bizga yarashamdi, yarashmamdi degan masalaga kelganda, cho'nqurroq o'ylanib beqishga to'g'ri keladi. Meningcha bugungi dunyoda ko'p jihatda boshqalarning kaynida qolgan, iqtisodiy quvvati ojiz, ijtimoiy taraqqiyoti nisbatan qaloq, fan texnikasi rivojlanmagan, ma'arif sufati to'van, insoniyatning hozirgi va bugungi zamondagi taraqqiyot natijalariga bir o'lish hassi qo'shanmagan bir millatning o'yin tomosha hisoblanadigan naqshi usul nag'ma navoga xudini yo'qotgan holda herisman bo'lishi shak shubhisizki tushkunlik. Texmi kaskinroq aytganda, davr bilan hamoqatlarcha qarshilashganlik. Amerikalik psixologiya olimi Silvano Ariet ijodiyatning siri nomli kitobida bevosita qanoatga, sezgu a'zolar huzuriga, xotirjamlikka, ayni paytdagi shodxo'ramlikqa ahamiyat beradigan madaniyat odamning ijodiyat qobiliyatini ilgari suranmaydi deb aytgan. Buningdan biz nag'ma navoga herisman bir millatning naqadar yengil bir millat bo'lib qoladiganligini his qila olamiz. Biz ko'zimizni yo'g'on ichib bugungi davrga qarab boqayli. Davr bizni nimaga chaqiradi? Bugungi davrning mohiyati nima? Xalq nima o'yda, biz nima ko'yda? Bugungi davr bilim egiligi davri, raqobat davri. Davrning bu xil talabiga biz naqshi usul nag'ma navoga talvilachi herisman bo'lgan psixikalik holatimiz bilan qandoqmi moslasha olamiz va taqobil tura olamiz? Bilishimiz kerakki, ko'p xil iqtidor egallari yetarlik bo'lgan, universal saposi kuchlik millatlar bugungi davrning talabiga yiqilisha oladi va tashabbuskorlik bilan raqobatga qatnasha oladi. Bizga o'xshash ruhiyatida san'at xumorlikdan iborat hissiyot tarkibi ziyoda ortib ketgan millatlar raqobat sahnasida boshqalar bilan hargizmi ro'baro bo'lolmaydi. Chunki bir millatning vujudida san'at xumorlik tarkibi ziyoda ortib ketsa, tabiiy holda tafakkurga ahamiyat beradigan aqliy tarkibini cheklimiga uchratadi. Vujudida aqliy tarkibi kamchil millatlar qandoqmi aql va bilimni dasmoyi qilib yashashga odatlangan millatlar bilan raqobatlasha olsin. Bundoq bo'laversa, oxirgi hisobda idrokqa ahamiyat berish odati bilan turlik sohalardagi raqobatda g'alaba quchgan millatlarga bir chetda turib olqish yog'dirishdan boshqani bilmaydigan chavotchi millat bo'lib qolmaymizmi? Yaqinda televiziyada qo'yilgan bir etodda atay qoratmilik qilib,
xalq nemini yaxshi ko'rsa shu qadrlik bo'ladi, ulug' bo'ladi. Xalqimiz naqshi usul nag'ma navoni yaxshi ko'radi. Biz xalqimizning tanlashini hurmat qilishimiz kerak degan ahmoqona mantiqi bozorga selindi. Ro'shanki, bu to'limi oddiy nadonlarcha qarash. Bundaq nadonlarcha qarash gapning to'g'ri xatosini ilg'i qilolmaydigan, faqat qiziq gapgan deb qalcharab kulishni biladigan tafakkuri majruh kishilarni qaymoqtira oladi. Normal idroqqa ega kishilarning bo'lsa qiysiq kulkisini qistaydi. Bilish kerakki, xalqning tanlashi, xalqning yaxshi ko'rishi hamma vaqtda to'g'ri bo'lavermaydi. Xalqimiz eli hariqinimi odamni cho'chitkudek darajada yaxshi ko'rib iste'mol qiladi. Bumu xalqimizning bir xil tanlashi. Bundaq nachar odatni bizga hech kim zo'rlagan emas. Xalqni shepi keltirib ma'lum nachar odat va normalsiz kayfiyatni yo'lliq ko'rsatishga urinish ahmoqlikdan boshqa narsa emas. Xalq haqiqatan ulug'. Xalqning ulug'liq masalasi mangulik masala. Ammo xalqning tutgan yo'lining to'g'ri xato bo'lishi boshqa masala. Ulug' olim Eynshteyn "Mening dunyo qarashim" degan maqolasida avam iddia jihati umuman qachon keladi deb aytgan. Afaq g'o'jadak la'natgardilarni 300 yillab avliyo bilib moziriga tavob qilib kelganmi shu xalq. Esimizda bo'lsinki, haqiqatni ko'p holda donishmand mutafakkurlar toniy oladi va oshkorlay oladi. Xalqning tanlashi va moyilligi ha degandila to'g'ri bo'lavermaydi. Aniqroq aytganda xalqning tanlashi va moyilligi hargizmi birdan-bir o'lcham bo'lolmaydi. Agar hamma ishda, hamma vaqtda xalqning tanlashi va moyilligi o'lcham qilinsa, u holda xalqni yetaklaydigan, yiroqni ko'rar yetakchi dohilarning foyda ziyon, yaxshi yomonni aniq ayirish, haqiqatni farq etish qobiliyatiga ega donishmand mutafakkurlarning zaruriyati qolmaydi. Navoda xalq o'zining bilginicha yashaversa, nimani yaxshi ko'rsa qadrlaversa, nimani xohlamasa cho'rib tashlaversa, oxirida halokat patqiqiga petib qoladi. Bilishimiz lozimki, insoniyat paydo bo'lgandan boshlab bugungacha yetakchi dohilar bilan donishmand mutafakkurlarga izchil muhtoj bo'lib kelgan. Shunga ulug' mutafakkur bobimiz Yusuf Xos Hojib o'z dastonining 265-betida nihoyatda aniq qilib, qara, esil kishilar ikki turlik bo'ladi. Biri bag, biri dona. Ular insonlarning boshlamchisidir deb yozgan. Bu yerdagi bag el boshlamchilarini, ya'ni yetakchi dohilarni, dono degani donishmand mutafakkurlarni ko'z tutdi. Ulug' bobimiz Yusuf Xos Hojib bizga ularni insoniyat jamiyatidagi eng esil kishilar, ular insonlarning boshlamchilaridir deb ko'rsatib bergan. Endi kelib biz bir mahorat tiplik etuvchining talab-etish qarashlariga oldinib yursak, hamma odam aldab o'ynaydigan bir jo'ndakka, oldiga kelgan odam tepib o'ynaydigan bir pondakka aylanib qolamiz. Shunga gapning erkak kishisini ayirib yashashga odatlanishimiz kerak. Tafakkur jihatdagi nomrod holatimiz bizni har doim hasratga qo'yadi. Aql ko'zimizni yo'g'on ochmasak, tuyuq yo'lni bexudlik bilan tanlayveramiz. O'tganda Korlida o'tkazilgan bir qitimli qalamkashlar yig'inida qarisiga so'zlab odatlanib ketgan bir qalamkash bizga Saidiya xonliqidan 12 muqam meros qolgan. Bugungi kunda bizni 12 muqam dunyoga tonitdi. Biz dunyoda naqshi usul millati deb e'tirof qilindik. Biz ya ilm panda ya texnikada tonilmadik. Şunu xalqimizni dunyoga tonitayotgan naqshi usul nag'ma navoni undoq mundoq deyish xato deb o'ttirg'a qo'ydik.
To'g'ri. Biz millatimizni boshqalarga, dunyoga tanitadigan milliy boyliqlarimizni qadrlaymiz ham uning bilan faxrlanamiz. Ammo biz xalqimizni naqshi usul millati sifatida dunyoga tanitishdan avval millatimizning dunyodagi millatlar qatorida uzoq mavjud bo'lib turishiga kafolatlik qiladigan hayotiy kuchga ega milliy boyliqlarga texmi muhtoj. Oyg'ongan millatlar universal milliy kuchini oshirish bilan ovora bo'layotsa, biz naqshi usul nag'mi navolarimiz millatimizni dunyoga tanitayotdi deb go'l bo'lib, shuning bilan qanoat qilsak bo'lmaydi. Chunki tanilishga qaraganda mavjudlikqa kafolatlik qilish texmi muhim. Dunyoga tanilishning yo'llari to'la. Ba'zi hollarda u birdamlik ish. Ammo mavjudlikqa kafolatlik qilishning yo'llari intayin tor va mushkul. Shunga biz naqshi usuldan iborat birli ishga band bo'lib qolmayli. Nag'ma navodan iborat birli ishni unchavala cho'ng bilib olmayli. Universal milliy kuchimizni hozirlashga tirishayli. Nag'ma navo naqshi usul bizning boyliqimiz. Ammo borliqimiz emas. Agar naqshi usul nag'mi navo jihatdagi afzalligimiz bilan qanoatlanib, faxrlanib, millatimizning milliy xarakterini san'at xumor degan sifatga mixlab etib, nag'mi navo naqshi usulni millatimizning tub xumori qilib yashashga odatlanib ketsak, pushaymonlik oqibatdan saqlanolmaymiz. Qorasiga so'zlaydigan olajo'q qalamkashlarning kayfiyatlik joylishlari, yuza bayollari, chala puli qarashlari cho'nqur mulohizalik bayonlarga, pishqan qarashlarga nisbatan aytganda axlatdan boshqa narsa emas. Mutafakkur olimimiz Abdushukur Muhammad Imin o'zining Yipak yo'lida qayta o'ylanish nomli cho'nqur mulohizalik maqolasida Qarixonilar xonligi va Idiqut Uyg'ur xonligi davridagi universal afzalliklarimiz, aqliy tafakkurga ahamiyat beradigan amaliyatchil, hayotiy kuchga ega jo'shqin milliy xarakterimiz haqida so'yinish bilan qalam tavritib kelib, 15-asrdan keyingi milliy hayotimiz haqida o'kinish bilan mundaq qurlarni yozgan. Ulug'bek fojiasidan keyin adib shoirlikdan boshqa bizda ko'zga ko'ringan olamshumul olimlar chiqmadi. Ma'naviy madaniyat xazinamiz hissiy san'at va adabiyotni birdan-bir iftixor pallasi qilishga majbur bo'ldi. Qo'limizning yetgini usul, dinimizning yetgini naqshi bo'ldi. Biz etnologiyalik millat kategoriyasidagi naqshi usul millati, she'r millati bo'lib qoliverdik. Boyoqchidan ortiq ximik, to'mirchidan ortiq fiziklarimiz bo'lmadi. U yana cho'nqur o'kinish ichida mundoq selishtirmaliq bayon bilan xitob qilgan. San'atda dang chiqargan, san'atga yo'linib tirikchilik qiladigan segallarning oqibatda yurt makonsiz jahon kezib, tilab terib yashashga tushgan lomakonligi bilan tarix bo'ronlarida chechilib, jangi jadallarda qirilib holi qolmagan yahudiylarning nazariyaviy tafakkur va o'tkir pallaga bo'lgan yuksak e'tiboridan olimlar millati qudratlik zamonaviy millat kamolatiga yetganligini ko'z oldimizga nemishqa keltirmaymiz. İnsaniyat yeni asrga qadam qo'ygan mushu sharoitda dunyodagi barliq cho'ng kichik millatlar o'zlarining nima qilishi zarurligini kun sayin cho'nqur tonib yetib.
Ular hargizmi naqshi usul nəğmə navani özlərinin ən ali xumari, ən ali xuşallıqı qilishning qoyida izlənməyvatıdı. Bəlkə mədəniyyətinin həmmə amillərə ortaq köngül bölüb, birləmçi amillər bilən ikkiləmçi amillərinin muhimlik dərəcəsini, maharet tipli kişilər bilən parasət tipli kişilərinin qimmət tərtibini aniq farqlandırıb muamele qılavatıdı. Qozog'istonda nashr qilingan Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmanistonlarda 20-asrda tanilgan mashhur Uyg'urlar degan bir qimmatli kitob yaqinda qo'limga tushib qoldi. Shu kitobning mundarajasiga qarasaqlar, asli nimaga bakrak ko'ngil bo'lish, qaysi xildagi kishilarni ko'p yetildirishga kuchashning zarurligini his qilib yetkili bo'ladi. Kitobning mundaraja tartibi mundaq. Birinchi hokimiyat ustida bo'lganlar. Ikkinchi iqtisod sohasida bosh ko'targanlar. Uchinchi armiyada dong chiqarganlar. To'rtinchi tashkilotchilar. Beshinchi olimlar, akademiklar. Oltinchi doktorlar. Yettinchi ma'arifchilar. Sakkizinchi adiblar. To'qqizinchi axborotchilar. 10-ci arxitektorlar, 11-ci rəssam heykeltarashlar, 12-ci teatr, muzika, kino, usul sahəsidikiler, 13-ci tənərkətçiler. Bizdə bolsa hazır əhval başqıcı. İki közümüz nəğmə navaçılar bilən naxşı usulçılağılı tikigilik. Alqış təbriklərimiz şulağılı yağduruqluq. Diqqətimiz naxşı usul nəğmə navağılı mərkəzləşiklik. Ballarımızın qalbidiki həvəs qılıdığan qaldız kişiləmi yanılı şula. Qısqısı ən ali həvəsimiz, ən yuqarı intilişimiz, ən umumi xuşallıqımız, nəğmə nava naxşı usul. İftixar pəllimizmi şu dairəgi mərkəzləşiklik. Şübhəsiz ki, bu bir binormal ictimai psixika hem g'alati ijtimoiy qismat. Karl Marx odam muhitni yaratudi, muhitmi odamni yaratudi deb ko'rsatgan. Bizning nəğmə navog'i ziyoda herisman kayfiyat bilan to'lgan ijtimoiy muhitimiz qandoq avlodlarni yaratishi mumkin? Bu astoydil o'ylanadigan jiddiy masala. 2006 yılı 8. ayda yazıldı.